Yurtimizda turizm va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, ichki turizmni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar aholining madaniy dam olishini tashkil etish, tarixiy merosga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda yurtdoshlarimizda vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Respublikamiz bo'ylab tashkil etilayotgan sayohatlar orqali fuqarolar yurtimizning boy tarixi va muqaddas ziyoratgohlari bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Amir Temur maqbarasida Samarqand shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Ushbu sayohat sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan uyushtirildi. Hozirgi kunda yurtimiz bo'ylab sohibqiron bobomiz Amir Temur tavalludining 690 yilligi keng nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan biz ham Samarqand shahar qo'riqlash xizmati xodimlari bilan birgalikda ushbu me'moriy obidaga tashrif buyurdik. Ushbu tashrif nafaqat tarixiy bilimlarimizni boyitadi, balki yurtimizga bo'lgan faxr va sadoqat tuyg'ularini yana mustahkamlaydi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad xodimlarimizda Amir Temur va uning avlodlari qoldirgan bebaho meros bilan bevosita tanishish, xodimlarning vatanparvar ruhini oshirish, tarixiy ongini yuksaltirish, madaniy ma'rifiy bilimlarni boyitish orqali xodimlarimizda shukronalik hissini yanada kamol toptirish hisoblanadi. Go'ramir majmuasiga tashrif bizga shuni eslatadiki, xalqini sevgan, tarixini e'zozlagan har bir inson o'z xizmatida ham yurt manfaatini ustuvor deb biladi. Qo'riqlash xizmati xodimlari o'z xizmat burchini bajarish barobarida tariximiz, ma'naviyatimiz va milliy qadriyatlarimizni ham chuqur o'rganmoq lozimligiga yana bir bora amin bo'ldik. Bunday tadbirlar xodimlarda milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini kuchaytirish, ularning boy merosimizga bo'lgan hurmatini oshirishda muhim o'rin tutadi.